xalqlarda ana shu o'zini hukumatiga qarshi chiqishligi. Pokoleniya Z degan o'sha harakati Qayerga qaramangki, ana shu xalqda norozilik kayfiyati bor. asosiy shu yoshlar ko'chaga chiqib o'sha noroziligini ko'rsatib, Hukumat taqdim qilayotgan yechimlar xalqlarni qoniqtirmayapti. Lekin bu yerdagi muammo muayyan qonunda bo'lishida emas faqat. to есть demokratiya deganda nimani tushuniladi? Ya'ni xalq nima uchun norozi bundan? Yevropada eng avjiga chiqqan demografik krizis. Hech kimda xotirjamlik yo'q. Ya'ni erkak bilan ayol hammasi bir xil o'rinda turishi kerak. Erkak bilan yashayapti, ayollar bilan yashayapti. O'zini joniga qasd qilayotganlarning soni minglagan topiladi. Ya'ni insonda erkinlik bor o'zi aslida. Dinni hayotdan ajratishlik, ya'ni bu degani din umuman insonlarda hayotiga, jamiyatga, qonunchilikka aralashmaydi. Ya'ni bu shu mulk erkinligi eng ko'zga ko'ringan jihatida buni ham. xohlaganingizdaqa mulkingizni tasarruf qila olmaysiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerikaga 100 milliard dollar investitsiya. Buni natijasida yer yuzida boylar bilan kambag'allar ikkita toifaga bo'lindi. Bu narsani tushunish uchun biz insonda voqeasini tushunishimiz kerak-da. Asosiy xavfli jihat ham mana shu